ushbu satrlarda biror yaxshilik topsangiz Allohdan deb, xato va nuqsonlar bo'lsa kamina xodimingizdan deb bilishingizni umid qilaman. Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf. O'qiyman ham, keyin o'qitaman ham degan talabalar edik. Allah subhanahu va taoloning kalomi sahobai ikromlar jam qilgan mushaf sharif musulmonlarning qo'liga yana qaytib keldi. Xalqning ichida bir dona och odam bo'lsa, o'ta to'yib ketishga hech kimimizning haqqimiz yo'q. Shu hajga borishga asosiy sababchi bo'lgan Rahmonli shayx hazratlari bo'ladi. Jasadimiz chet elda bo'lgani bilan qalbimiz O'zbekistonda edi. Hazratning kelishlari go'yoki bir renessans, qayta uyg'onish davri bo'ldi desak to'g'ri bo'ladi.